Vah bereket işeba Hurrici bellen tırık kökteba Temmini demey çıdandım yemey Bu işin lezzetli dostlarga demey Bereket haslığın vardır Maktaş bir hacet rastlığın vardır Bereket Ya oturma, berkanın tayyacıp çiğde kaptı mı? Toluqlab koysanız ol ki. Ben berkat oğlu aldım. Ya nimden alsam bula? Ya ma yardan işpesanız bana dayma telefonum ay. Maqul. Maqul da koy, bir an telefonu attın ya. Ya xudo bilan ilaqa kostyum bilan ichirga oyiqi mush ishkaptimi ya boshqa qo'yib qo'ydingizmi? Ha? Ha, mana topdim. Ya budan oyoq solgan korpuschi. Ya men gap qilyapman xudo sizga. Ya bana korpus nerede anlattım? Ya zaten kim bilan paranlaşıyorsunuz? Ishkim. Ishkapni qarab beqma. Ya xudo men saqal ağışım ko'rdingizmi? Ya ben saqal ağışma ishkab yo'qturdi. Ya bu gap qilsangiz ben kechikib qoldi deyman. Ekran telefonunuzda. Kim bilan paranlaşıyorsunuz ben bir ko'rib bakayım. Ishkim emas, ishkim emas voyjon. Ay men bayamak kim bilan paranlaşyapsiz deyman. Voy ishkim emas, menga kechiksiz. Chiqmasiz deb qo'ya dekor qilinchi bu, ha? Menga. Bak quloq boshqa qara anglab qolsa beka, yaxshi bo'lmaydi. Xo'sh, ma'qul. Berib oldingizmi? Adaş demiş qotsa. Uyda denish ko'rib o'tdim. Ha, men kelib oldim xotin. Yo'ldoshim komandirovkaga ketgan, uyda ko'rishamdiq, men uyda saqlay. Yo'ldoshim komandirovkaga ketgan, uyda ko'rishamdiq, men uyda saqlay. Qaytirib oldik-ku. Ha? Men uydan chiqmay yana bir ekradingni. Endi tutildingmi? Niye? Ha? Niye bu? Niye? Voy, nima qilni? Kasatı kimni o'rgatib oldingmi? Ha? Voy, nima qilyapsiz? Nima qilni? Fazla oynama kızım. Hey, nima qilyapsiz? Voy, nima qilyapsiz? Voy, nima qilni? Çıkar! Hey! Kimi? Çıkar! Voy, nima? Hey! Voy, nima bo'ldi? Olattı! Bunu!
Hey, nindep yürüysen? Ağzını be! Ben talağa çekişim bile birden başlap buldum deydi. Tek kiyimlerimi kiyişke ölgemepti. Ben hazır başlaydigan. O yeni başlattı. Ha? Bana yer balıkın bilmepti. Bildim ha? O lekin bunun yeri bay yo'q bilan mening nima ishim bor? He? Ağzı cam müşün apıp gitti mi? Ha? To'xta, nima demoqchisiz? Nima demoqchi? Ben onun yeri. O bildim. Shu men boyam kirgan siz yo'q ekansiz. Albatta ben bu vaqt kirmaysan da. Uy, qiziq gap qildingiz ya. O siz bilan men kiraveraman men. Huy, ben bu vaqtımı kirgan bitti. 3 kun oldin kelsam uxlatib ekansiz yotoq qo'ydim. Ya beni azdırak olsam közge yazıp koysalar bulmamdı değil ha. Aman, ay nindep yürüyseniz? Uyanın adımı bu. Bu yanım. Ha? Hey, yani oğlum ben yukarıda atıp bu tapkının bu yanım ha? Mene de yukarı kadar tapamsa tapsın bu. Oy, to'xtama. Bu yerda bir xushmas qilib aqirang. Bu vuyaning adimi bo'lsam nima bo'pti, ha? Shu xotinimiz ustiga telefon qilibdi, turban buzilib qoldi deb. Shunga turban o'ngshig'li keldim. Mavu mening xizmat formam mana. Mavu mening turban o'ngshaydigan uskunlar. Turban o'ngshsam bo'lmabdi. Buldu. Şöyle. Hadi o şey. Canım kul kapıma. Kapıma. Nim gördük adamını. Ay ben şu özel kokşay oylap koygan şey mi? Qiziqgina. Birdan naqshonlab qo'ygan, ajib jo'shdi odamlar. Bana ha? Hemen bundan keyin dikkat qilsam bo'ldi-ku. Men shu sizni yaxshi ko'rganligimdan işte gumonlanib qoldim. Hey, siz bana işenmemsiz. İşitme. Ayollar o'tirsida ishonchimiz qanday bo'ldi? Nima qilsiz men bilan uy tutib menga ishonmaydigan odam? Ya ben unda demoqchi emas. Ben fakat men bu qanday qilmay ishonman sizga. Ha, bo'ldi qiling ha. Men bundan keyin qilmasam bo'ldi-ku ha. Ha, bundan keyin diqqat qilma. Ha, xotin sizning menga ishonishingizni umid qilma ha. Iling'a? Ha, almasam bo'ldi. Kim o? Ha, bizden şarkı kız ola. Ole. Amma Ole. bak hizmete gitmek istiyor. Ole da. Vay. Ray, Ha. ata yaxshimi? Ben sen yaxshi emas. Yaxshi. Siz uydimi? Ay. Ben öldükemem. Uyingiz qanchinchi qavatda? Ha? Siz ne yaptınız? Men dayyorangizni oldida. Ben şey. Bo'ldi, men tushmasam bo'g'dak siz chiqing. Siz chiqing. Bizning uy ikkinchi uy. Ikkinchi uy. Ha, ma'qul. Aris aka ayolingiz yo'qku? Yo'qdi. Ajab yaxshi. Ma'qul, hozir chiqayamsa. Ma'qul. Ma'qul, xo'y. Tutuldingmi? Voy ya, xudo siz xato tushunib qoldingiz. Mening boshqa ishim yo'q, ras xizmatdosh. Noynoq chiqqandan keyin meni yo'q deb paranglab chiqdingmi? Voy, nimishga uda qilma. Bir ig'iz gapni yo'q yo'q Voy, qilib siz xotin hozirda ishga ketdi. Er xotin otasi ishlash bo'lsa uyda qolardi dodatiz ku. Ko'tara unda qishaychani. Mana ochi. Voy, Ochi. Mana. stop. Ochi tabatma. Yaxshi. Yaxshi aka. Sizni amroq deb mabbakatning tayyorchiqlarini olib keldim. Voy, rahmat. Sta'ovar bo'lib. Hech qiz yo'q, kirsam bo'ldi-ku? Bo'ldi. Hay, Fuqarota. Men kep avorib yurgansiz ha? O'tira. Hey aka, men uchun sizga degan bir muhim gapim bor, shuni izlab keldim. Bugun demasangiz faqat bo'lmamda. Yo'q, bu ishni sizdan boshqa hech kimga deyolmaydi. Men bitalay. Bo'pti. Unda o'zchu, bu ishni ikkimiz ham uqib qolaylik. A shirkatdagilar faqat uqmasin-jimi? Ikkimizni uqib qolamiz. Ikkimizdan boshqa hech kim uqmaydi. Jan xijil bo'lyaptimi? Kelishda xijilamagan odam. Deyishda xijilamsiz. Meningcha, bo'yimda qopti. Nima qildi? Qachon qopdi? Ha? Ey, manim deydi. Voy,
aka öyle ayalım yok degandingiz ku. Bo'lmagan bo'lsam yana birni tug'ay deganmidi? Yo'q. Sigina. Munosabatlar qachon boshlandi? To'y qilgandan keyin. Sizlar to'ymi qilib bo'ldinglarmi? Ya ben to'y qilgan. To'y qilib qanchalik bo'ldi? 3 yil oldi. Sen ishkimizni taq olding. Qutqun qachon qoldi? Voy o'tgan turpaq borgandan keyin shu. Sen komandirovkaga chiqaman deb bo'l deb shudingmi? Ya xutun. Shuning uchun meni komandirovkaga chiqadiganimda sirtqi ishlarni qilmay deb kelgan shu. Voy, qimman xinim. Uyga kelib tug'mayman boqay. Meni bolam emas Voy, hada. Men faqat gap qilishni uqmayman, mendan ketib qopti, siz xato tushunib qoldingiz. Voy, bu ishchi asli menda ish. Ma ikkimiz bir shirkat ishlaymiz. Komandirovkaga chiqadigan, to'yinga bozorga tushadigan ishlarga mush akam mas'ul emasmi? Shu boshliqqa deb qo'ysa, buniki men ashta ishlarga sanmagan bo'lsa deb shu izlab kelgandim. Nimandaq nochasiz? Ha? Qo'sqilib odamga ruxsat bermadingizmi? Ben ne qildim? Xudo ruxsat bermagan. Sonlar bek sat bo'pti. Hech qisi yo'q, hech nima bo'lmaydi. Bek ostranjimo. Bu qo'sqilib qolgan degan bek yaxshi ish. Unda o'zi pek sat oldi, men menaveray, yana ishim botdi, ketaveray. Yo'q, men tomoq etay. Yo'q, adab bo'ldi, ishim botdi, shu menaveray. Rahmat aka. Rahmat ben sizga rahmat desam bo'ldi, meni qutuldirib qoldingiz. Erim. Voy, xo'p, menga shu men sizni bek yaxshi ko'rganishga bek jiddiylashib ketibdimi? Voy, boyam deyishdi-ku, arayollar o'tirsida ishlash bo'lmaydi-da. Kötüre anda işin Ay, erim.